O'zbekiston xalq artisti Afzal Rafiqov. Maya qara, o'zbekcha gapirasanmi degan. Shunda tekstga qarardilar. Pishim dedim. Bitta uratdi. Siz qaysi rejissor bilan maza qilib ishlardingiz o'sha paytda? Dublajda astoydil ishlayman desang, qalin shim kiyindirdim. Tandirdan sug'urilganda deb qo'ylaysiz. O'zbekni qulog'iga sal hissiyot bo'lmasa, kirmas ekan. Yoqbek aytardi-ku, artist maqtash qiyin-ku, lekin sizga tan berdim dedi. Morena Clara bilan Velvet Galeries ikkita ovozda bo'lgan. Buni hech kim qila olmaydi hozir. Mr. City, miyamni qatig'ini chiqarguncha yirtiq paypoqlarni tiksang bo'lmaydimi, deyaptilar-da. Navoiyning Qalon G'azamni yodlar. Haligi yodladim, shunaqa ham yodladim deb. Oddiy Goblinskiylar ham qancha odam masalan yomonlaganda, hozir kimdirlar voy bolaligi ham tarixiy ish deydi. Ko'p ovoz xarakterli bo'ladi. Ani Afzalga aytib qo'yiladi. Dona qilib o'qirmasin, hamma so'zni deyaptilar. Sof dublajga ehtiyoj qolmayapti. Bizlarga ko'rsatuvni ham qiladigan hali negativchilar ham bor, boshqasi ham bor. Yoki dublaj tahlil qiladiganlar bor, bitta piyozni boshini olmasdan turib, tushunmasdan turib. Qiz bolalar kelyapti, ikkita qiz chaqirganman. Bittasi o'zimning shogirdim, ikkinchisi bir xil, o'zim ajrata olmadim. Voy, xuddi o'zi gapirgandek gapirgansiz. Adasi deb qo'yadi. Ko'p qizlar Dildora Ustamova-da. Teatr san'ati xos san'at. Ommabop san'at emas. Dublaj aktyori degan nom yo'qolyapti-da. Ovoz aql zakovatni oynasi.